Assalomu alaykum birodarlar. Hammalari omonmisizlar? Bugun sizlarga qisqachagina bir video obzor qilgim keldi. Video obzor hamki qisqacha ma'lumot deylik. Video obzor sizga xato bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, Parbulu bilan Aquani qisqacha bo'lsa ham bir jaydarroq qilib tushuntirgim keldi. Kitobiy basu ko'rinishidagi nimalar. Kitobiy tushuntiraman desam birinchidan video cho'zilib ketib qoladi. Bu narsani tushuntira olmasam ham kerak. Sizlarga podrobniyroq qilibdi. Shuni hisobiga Alloh nasib qilsa, o'zim tushunganimcha qaysi biri narxi taxminan qanchaligini ham sizlarga aytib ketaman. Qo'ldan kelgancha, Alloh nasib qilsa. Birodarlar, qushlarni teranasiga soldim. Sizlarga qisqacha tushuntirishga. Tevadagisi Parbulu deyiladi, pastdagisi Aqua deyiladi. Qisqacha aytganda 2-3 ta farq qiladi ko'p joyda. Asosiy farqi Aqua bilan Parbuluning farqi nimada desalaring, qo'limga olib ko'rsatib beraman u narsani xudo xohlasa. Shu boshida ko'rib turgan bo'lsalaring, Aquani boshi to peshonasidan bo'ynigacha bir xilda однотонный rang tushgan. Parbulunikida unaqa narsa emas. Peshonasi qizil bo'lib turib, bo'ynidagi rangigacha o'zgarib ketib qolgan. Bu narsa hozir ikkalasini ham maladoy holatdagi holati, yosh holati, 2 oylik qushlar taxminan. Xo'p, bu yoshi katta bo'lgandan keyin ham Aquani boshi bir xilda qoladi. Parbuluniki peshonasi yana hamda qizil bo'lib, bo'yni ocharadi. Farqi shunda, asosiy farqi shunda qiladi. Keyin Aquani dumi sal to'qroq, yarkiroq ko'rinib turadi. Parbuluniki bundaqa bo'lmaydi. Bu hozir ikkalasini ham, Parbuluni ham Aquani xudo xohlasa sifatli tozalaridan. Narxiga keladigan bo'lsak, o'rtacha Parbuluni narxi 300 mingdan hozirgi kunda vallohu alam 1 milliongacha bo'lsa kerak, donasini narxi debdi. Sifati tozasi, sifati tozasini ham tushuntiraman, qanday qisqacha tushuntirishlaydi. Aquani narxiga keladigan bo'lsak, Aquaniki vallohu alam shu $50 dan $150 gacha bo'ladi. Ya sifatiga, zotiga qarab turib. Endi qatidan qarab turib sifatini ajratyapsiz deydigan bo'lsalaring, boshdagi ko'proq dog'idan ajraydi bu qushlar. Boshida misol uchun deylik dog'i ko'proq bo'ladigan bo'lsa, arzonroq, boshi tiniqroq, yarkiroq, bespetno bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq bo'ladi. Bu meni o'zimni nazdimda. Kimgadir balkim boshqa parametrlar bilan o'lchar. Menga bunaqa sifatligi qimmatroq bo'ladi, lekin biz uchun, ko'pchilik shu yaqin birodarlar uchun, qushni sohasida yuradiganlar uchun qancha sifati tozaligi, shu boshini tozaligidan, dumlarini akrasi kelganligidan, kesimni katta kichikligidan farq qiladi. Qisqacha qilib sizlarga tushuntirdim deb o'ylayman. Hozir xudo xolasa bir qo'limga olib turib sizlarga qisqacha qilib peshonasini rasmga, videoga olib ko'rsatib beraman xudo xolasa. Yavniroq, yarkiroq qilib ko'rsatibdi xudo xolasa. Mana hozir qushlarni qo'limga ushadim. Peshonasi vallohu alam endi yarkiroq ko'rinib turgan bo'lsa kerak. Mana Aquani ko'ryapsizlar, peshonasi bilan to bo'ynigacha rangi bir xil. Parbuluga keladigan bo'lsak, peshonasida qizili bor, bag'ada rang o'zgargan. Kamerada endi sizlarga qanchalik ko'rinyapti bilmayman. Qisqacha farqi shunda bo'ladi. Asosiy ko'rinib turadigani. Qolgan joylari endi Aquadagi bor rang, mana qanotidagi ranglar Parbuluda bo'lmaydi. Parbuludagi bor ranglar, mana fioletdagi ranglar Aquada bo'lmaydi. Agar Aquaga Parbuludan Aquaga fioletni agar olib o'tadigan bo'lsak, misol uchun mana hozir Parbuluda sal yarkiroq ko'rinayotgan bo'lsa, Aquada sal to'qroq ko'rinadi. Aquaga o'tgandan keyin fiolet rangi fioletligicha qolaveradi, faqatgina to'mliroq, ochiqroq, har xil ranglarda bo'lishligi mumkin. Shuni hisoblarida baribir Aqua bilan Parbuluni qisqacha sizlarga jaydarroq qilib tushuntirishga harakat qildim. Hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'linglar.